Suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan ichimlik suvini asrab-avaylash, undan oqilona foydalanish va suvning hayotimizdagi o'rnini ifodalovchi eng chiroyli rasmlar tanlovi e'lon qilinganligi haqida xabar bergan edik. Andijon viloyatidagi mavjud umumta'lim maktablarining 1-4 sinf o'quvchilari ham ushbu tanlovda faol ishtirok etdilar. Biz jarayon bilan tanishish maqsadida Andijon shahridagi Islom Karimov izdoshlari nomli xususiy maktabda bo'ldik. Дети нарисовали очень много рисунков на эту тему. Им это очень понравилось, и нам, педагогам, тоже. O'quvchilar o'zlari chizgan rasmlar orqali suvning qadrini ranglar orqali ifoda etishib, bu boradagi bilimini va amaliy ko'nikmalarini tasvirlarda namoyish etishdi. Tan olish kerak, ijodiy ishlarni baholash jarayoni hakamlar hay'ati a'zolarini ko'p bahslashlariga sabab bo'ldi. O'quvchilar judayam chiroyli rasmlar chizgan va nafaqat chiroyli, asosiy bu rasmlarda mazmun chiqqan. Suvni asrash, suvni tejash bo'yicha rasmlari judayam chiroyli chizishgan. Har bir ijodiy ish betakror va o'z so'ziga ega bo'lgani bilan ahamiyatli. Biroq tanlovning o'z shartlari bor. Unga asosan yosh rassomlar ichidan eng faollari tanlab olindi. Из всех рисунков выбрали 3 самых лучших. Это Сайфуддинов Имран, Насибджанова rayona и Yusupov Muhammad. Bu kabi tanlovlar viloyatning boshqa maktablarida ham bo'lib o'tdi.